Biz sizni aldadik. Bir oy ichida Infinix tomonidan ikkinchi igovoy smartfon va bu Infinix GT20 Pro. Ergonomik dizayn, 144 частота Гzga ega ekran, 4 nanometrlik 8200 Mediatek Dimensity Ultimate prosessor, Android 14. Bu hammasi Infinix GT20 Pro'da. Qisqacha xarakteristikaga keladigan bo'lsak, 5000 talik batareyka, JBL stereo audio sistema, 256 GB xotira, 8 GB operativka va 8 GB RAM boost. Androidlar ichida birinchi PUBG Mobile'da 120 FPS ni qo'llab-quvvatlovchi Infinix GT20 Pro. Korobka ichida nima borligini keling ko'rib o'tamiz. Telefon, trigger, cooler, chexol, telefon, cooler, chexol, trigger, cooler. Qo'llanma. Telefon o'zi. 45 wattlik fast adapter. Naushnik, Type-C rejimlik va USB Type-C. Telefonni qo'shimcha komplektatsiyasiga keladigan bo'lsak, qizib turgan paytda juda kuchli, qisqa vaqt ichida -5 gradusgacha sovita oladigan cooler. Перчатки, ya'ni napashnik. Qo'llaringiz terlab o'ynayotgan paytda knopkani adashib bosib olmasligi uchun juda asta boqadi. Agarda professional o'yinchilarga o'xshab 5 ta, 10 ta barmoq bilan o'ynashni bilmasangiz, unda sizga shu Xboxda chiqadigan triggerlar yordam beradi. Keling bo'lmasa hozir barcha komplektatsiyalarni telefonga qo'yib o'ynab ko'ring. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee. Ushbu telefon nafaqat o'zini tez ishlashi va o'yinlarda ko'p FPS ko'rsatishi bilan, balki chiroyli va futuristik dizayn, kuchli va ko'p ketadigan batareyka va 1,5 metrdan tashlab yuborganda ularni o'ziga ushlab qolishi bilan maqtana oladi. Agarda Infinix GT20 Pro obzorimiz sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi roliklarimizni ko'rishguncha xayr. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get